Sening Al Nasrdagi faoliyatingda bir qiziq vaziyat bo'lgan ekan. Bu qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini bilmayman. Ya'ni Ronaldo kelganda sen unga 7-raqamni berishni istamagansan. Yo'q, unday bo'lmagan. Ya'ni bu yolg'on. Ha, meni o'shanda prezident chaqirtirgandi. Va ular o'sha paytda Ronaldo bilan muzokaralarni olib borayotgani va katta ehtimol bilan Ronaldo klubga kelib qo'shilishi mumkinligi haqida aytishdi. Agar u klubga kelib qo'shiladigan bo'lsa, men unga 7-raqamni topshirishim kerakligini o'sha zahotiyoq tushundim. Va rahbariyat ham bu to'g'ri qaror bo'lishini aytib o'tdi. Va men hech qanday muammosiz va izohlarsiz unga o'z raqamini topshirdim. Men Ronaldoni juda hurmat qilaman. Dunyoda ikkita katta futbolchilar bo'lsa, birinchisi u, ikkinchisi Messi. Bu borada men ham har xil gap so'zlarni eshitganman. Ya'ni men unga o'z raqamini bermoqchi emasligim, shu sababli Ronaldo meni jamoadan ketkazmoqchi bo'lgani haqida mishmishlar bo'lardi. Lekin bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Yaqinda biz u bilan Osiyo Chempionlar Ligasida ham to'qnash keldik. Ronaldoning o'zi meni yonimga keldi, biz u bilan juda yaxshi suhbatlashdik. Ya'ni 20 kuncha oldin u meni juda hurmat qiladi. Jamoadosh sifatida u qanday? Juda ajoyib yigit. Ba'zida ko'pchilik uni televizor orqali kuzatib, uning emotsiyalarini ko'rib, u juda ham kibrli deb o'ylashi mumkin, lekin aslida unday emas. Bu gaplar ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Hattoki u bilan alohida gaplashganimizda ham u juda ham aqlli va hammani hurmat qiladigan yigit ekanligini bilganman. Menimcha O'zbekiston va u yerdagi futbol haqida ham so'ragan bo'lsa kerak. U O'zbekistonga kelgan va bu haqida ham menga aytgandi. U bir marta master-klassda ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan. U payt men ancha yosh edim. Va Ronaldo endigina Al Nasrga kelganda men bir haftacha u bilan gaplashmagandim. Sababi uning yoniga borib, unga nimadir deb, uning e'tiboriga tushishni o'zim uchun noto'g'ri deb hisoblaganman. Va oradan bir hafta o'tdi, shundan keyin uning o'zi meni yoniga chaqirdi. Va menga Masha, u meni Masha deb chaqirardi, sababi familiyam Masharipov. Xullas u menga "Come here" dedi va "Ishlaring qalay?" deb savol berdi. Men esa ingliz tilida "Hammasi yaxshi" deb javob berdim. Va u mendan "Sen nima, Messining muxlisimisan?" deb so'radi. Men undan nega bunday deyotganini so'raganimda, "Nega o'zing kelib men bilan gaplashmayapsan?" dedi. Va men unga "Seni ham, Messini ham hurmat qilaman" dedim. Men unga shunchaki uning yoniga kelib, har xil savollar berib, uni noqulay ahvolga solishni yoqtirmasligimni aytdim. Men o'z tabiatdan chaqirilmagan inson sifatida kimningdir yoniga kelib, u bilan suhbat boshlashni unchalik yoqtirmayman. Va senga shunday qilganimda menimcha meni hurmat qilmay qo'yarding deb unga aytdim. Va u menga "Barakalla, sen aqlli yigit ekansan. Seni mashg'ulotlarda ham kuzatdim. Futbolchi sifatida ham ajoyib ekansan" dedi. Shunday qilib biz gaplashishni boshladik.